Do'stlar, assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borayotgan obunachi do'stlarimiz. Bugungi chislo 2025-yil 20-may sanasiga ko'rib turganlaring bu valavoy gilosi. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Juda ham yaxshi changlagan. Sizlarga ma'lumot tariqasida yangi navni tanishtiraman. Bu yangi nav valavoy sersi gilosini changlatish uchun juda ham yuqori natija olib berayotgan yangi nav. Hammamiz Dragaya Желтый sariq gilosni yaxshi changlatadi deb hisoblaymiz. Valavoylar, Dragaya Желтыйlar qandaydir tabiatni bir-biriga mutanosibligi u darajada yuqori bo'lmaganligi uchun ba'zi joylarda changlatish darajasi juda ham past bo'lyapti. Bu yerda bu yangi navimiz sariq gilos emas, Dragaya Желтый emas. Bu boshqa nav, yangi nav changlatish maqsadida tajriba sifatida ekkanmiz. E'tibor berib ko'ringlar. O'zi ham juda ham serhosil, lekin juda ham mayda gilos. Lekin atrofidagi barcha giloslarni, valavoy giloslarni juda ham yaxshi changlatgan. Beraymi o'zim ko'rsatib o'tay. Mana bu tomonda bu shox qayta tiklanishda qo'yilgan 3 yoshlik, 2 yoshlik shoxlar, lekin natija kutilgandan a'lo bo'ldi. Sabab changlatuvchi yonida bo'lganligi uchun bu atrofdagi diapazonda barcha giloslarni mana e'tibor berib ko'ringlar. Changlash darajasi juda ham yuqori bo'lgan. Hosiliga baho berishlaring mumkin. Bu valavoy gilosi bo'ladi. Mana bu tomonda ham xuddi shunaqa holatda olgan. Mana uzoqlashgan sari natija pastlab boryapti. Mana bu tomonlarda ham uzoqlashgan, natija pastlagan, lekin maksimalni meva olishga harakat qilyapti. Mana e'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Bargga birma-bir to'g'ri kelyapti. Hozir sizlarga yana bitta yangi nav tanishtirib o'taman. Hozir ko'rishlaring mumkin. Do'stlar, bu yana bitta yangi, bu ham changlatish uchun e'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Juda ham serhosil. Mana. Bu qiladigan ishi buni ham changlatish. Buni olib bergan natijalarini ko'rishlaring mumkin. Bu juda ham ancha uzoq masofa oralig'ida masofa bor. Sinov tariqasida masofa qo'yib changlatish uchun qo'yilgan. Mana e'tibor berib ko'ringlar. Mana bu tomonlarda ham mana bu tomonlarda ham natijani juda yuqori bergan. Xudo xolasa giloschilikda yangi sortlar changlatish maqsadida valavoyga kombinatsiya qilib changlatish maqsadida bu ham yangi sort. Mana effekt lekin juda ham past bo'ldi bunda. Bunga nisbatan bu juda ham kuchli changladi. Mana bu tomonda hattoki yuqtirib borgan. Mana e'tibor berib ko'ringlar. Bargidan ko'p meva qilib yuqtirib borgan. Hammasi shu changlash darajasida. Buni mosligi balandligida 100 ga 100 changlatar ekan. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Ma'lumotlarga like bosamiz. Xudo xolasa 2026-yil kuzgi mavsum uchun valavoy daraxtlariga changlatuvchilarni ko'chatlarini tayyorlab beramiz. Kimga kerak bo'lsa 94lik 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar. Iskanasiga ham mabodo kaltaga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar do'stlar. Olganiga baho beringlar. Bular valavoylar mana. Juda ham natija yuqori.